Barakalla qizim. Voy qizim. Davomi qani? Davomini endi yodlayapman. Unda qolganini yodlab, ertaga menga aytib berasiz, xo'pmi? Xo'sh, o'g'il bola, siz ham she'rmi, nimadir yodladingizmi? Albatta dadajon, men yozish va o'qishni yaxshi bajaryapman. Barakalla. Beshoring o'g'il bola. Ayyor tulki. Hech sir boy bergisi kelmaydi bularni. Hali shoshmay turlaring. Meni kattaroq jinoyatda ayblashyapti. Qanaqa jinoyat? Buni keyin bilasiz. Aka, qaynukamga yordam bermasangiz bo'lmaydi. Ukajon, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin o'zing yaxshi bilasan, men hech qachon qonun doirasidan chetga chiqmaganman. Bu vaziyatdan chiqish uchun shu gaplarni gapiryapsiz. Gapga juda ham ustasiz. Agar sizni o'g'lingiz odam o'ldirganda ham siz qutqarib qolgan bo'lardingiz. Yo'q.